Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Mana navbatdagi klientimiz yuklarini oldik. Bu Sartepadan Samkochga boradi. Skutercha oldik. Xudo xolasa Samkochga ketadi. Sartepada mana bu velik remont qilinadigan joyda. Kimga shunaqa labo xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Samarqand shahar va tumanlar bo'ylab hamyonbop narxda laboda yuk tashish xizmatlari bor. Bemalol mana shu nomerga telefon qilishingiz mumkin. Aziz qadrdon do'stlar, mana klientimiz yuklarini olib keldik. Skuter, elektr skuter remontga. Bu Sartepadan Samkoch yo'liga bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 24/7 Samarqand territoriya Sartepadan.